Maktab. Bu barchamizning yoshligimiz, talaygina xotiralar bilan o'tgan, bugun esa shirindan shakar farzandlarimiz ta'lim-tarbiya olayotgan maskan. Bugun mana shu maskanni AQSh va Isroil bombalamoqda. Kecha ta'lim maskani bo'lgan bu joy bugunga kelib azaxonaga aylandi. Umuman, AQSh va Isroil uchun bolalarning qadri yo'qmi? Yoki yevropalik bolalar bilan dini, millati boshqa bo'lgan bolalarning farqi bormi? Bu vahshiylar ularni ham, bularni ham birdek o'ldirmoqda. Bugun Eronga urushayotgan pedofillar, Epstein ishi va yaltiroq qog'ozga o'ralgan g'arb madaniyatiga to'xtalmoqchimiz. Juda aniqlik bilan zarba berilgan maktabda 160 nafardan ortiq bola vafot etdi. Teng huquqlilik, bolalarni himoya qilish haqida bong urgan g'arb nega jim? Agar bu bolalar Isroilda yoki AQShda bo'lganda bormi? Bu voqeani yoritmagan ommaviy axborot vositalari qolmagan bo'lardi. Afsus. Haligacha ko'pchilikning xayolida g'arb orzular mamlakati bo'lib kelmoqda. Ammo ayrim haqiqatlar borki, ular ko'zingizni ochishga undaydi. Epstein. Uning fayllardagi qirg'inliklar haligacha ochilmoqda. Keling, Epstein fayllarining haqiqatiga nazar tashlaylik. Nahotki butun dunyoga o'nlab yillar davomida inson huquqlari, ayol erkinligi, bola huquqlari haqida dars berib kelganlar bugun tarixdagi eng jirkanch jinoyatlar bilan yonma-yon tilga olinayotgan bo'lsa, nahotki axloq o'qituvchisi bo'lib ko'ringanlar aslida axloqsizlikni tizimga aylantirgan bo'lsa, bugun dunyo bir lahzaga bo'lsa-da uyg'ondi. Haqiqat nurining shu'lalarida kim aslida kim ekanligi ko'rindi. G'arb o'zini insoniyat taraqqiyotining cho'qqisi sifatida ko'rsatar, qonun ustuvorligi, feminizm, bolalar huquqlari bu tushunchalar muqaddaslashtirilgan edi. Ammo bugun bu qadriyatlarning ortida naqadar jirkanchliklar bor ekanligi namoyon bo'lmoqda. Qani shaffoflik tarafdorlari, qani bolalar huquqlari posbonlari qayerda qoldi? Na qilay, tabibimning o'zi ham bemor chiqdi. Ular hamma yoqda jar solgan bu huquqlar ularni chetlab o'tmoqda. Qadriyatlar hamma uchun barobar emas. Sobiq prezident Jo Bayden aytganidek, dunyo tarixida Amerikadek buyuk davlat bo'lmagan. Kechirasiz, buyuklik nima bilan o'lchanadi? O'zini ham himoya qila olmaydigan go'daklarni zo'rlash bilanmi? Yoki himoyasizlarni qo'rqitish bilanmi? Yoki pedofillarga sukut saqlash bilanmi? Mana shu jirkanchliklarni markazlashtirgan, pedofiliyani biznesga aylantirgan shaxs Jeffrey Epstein. U g'arb mafkurasining mantig'ini ochib berdi. U yakka jinoyatchi emas. Bugun jinoyat sodir etganlarni jazolash qolib, hujjatlarning davomini kutishga e'tiborimizni qaratmoqdamiz. Aslida bunday jinoyatlardan xabardor bo'la turib, sukut saqlash jinoyatda sheriklik bilan barobar. Epstein haqidagi shikoyatlar bundan 20 yil avval boshlangan. Ammo ish bostirilgan va politsiya tomonidan e'tiborsiz qoldirilgan. Keyinroq uni tergov qilgan prokuror Alexander Acosta undan Epstein mavzusidan uzoqlashishni talab qilishganini va pedofil federal darajadagi ba'zi ishlar uchun muhim ahamiyatga ega ekanini aytgan. Demak, bu jinoyatlar yuqoridan himoyalangan. Epstein atrofida bo'lsa, sobiq va amaldagi siyosatchilar, milliarderlar, media va san'at vakillari bo'lgan. Xuddi shu odamlar dunyoga axloq, taraqqiyot haqida dars bergan. Bugun esa ularning ismlari pedofiliya fayllarida uchrayapti. Bu nafaqat shahvoniylik tuzog'i, balki Isroilning keyingi harakatlar uchun shantaj mashinasi edi. Epstein media magnati Robert Maxwellning qizi Ghislaine Maxwell bilan yaqin munosabatda bo'lgan. Bu sizga qandaydir zanjirni eslatmayaptimi? Robert Isroil maxfiy xizmati Mossad bilan yaqin aloqada bo'lgan. Xullas bu jinoyatlar bir kunda sodir bo'lmagan, balki yillar davomida bu razilliklarga ko'z yumib kelingan. Hatto ba'zilar sherik ham bo'lgan. Sirlar sandiqchasining ochilishi yuqori elita vakillarining qo'rqinchli tushi bo'lgan. Bu illat nafaqat AQShda, balki Yevropa va Sharqning shahvoniy elitalariga ham kirib kelgan. G'azo masalasidagi sukut ham aynan mana shu qutchaning siri edi. Chunki qarshilik o'tmishdagi sirlarning ochilib ketishini sababi edi. Kecha bolalarni zo'rlanishiga jim bo'lganlar, bugun G'azodagi bolalarga ham jim. Bu illat faqat g'arbga cheklanmadi, balki bizda ham og'ir holatlar bo'ldi. Samarqanddan nonga chiqqan qizni tungi klub raqqosasi deb o'ylab zo'rlashgani. Xorazmdagi mehribonlik uyida yuz bergan zo'ravonliklar. U yerdagi voyaga yetmagan qizlarni ham davomiy zo'rlab kelingan. Bu ishni bizning Epsteinlar amalga oshirgan. Biri adliya boshqarmasi bo'lim boshlig'i bo'lsa, boshqasi favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i.
Xorazm viloyatida oilaviy mehribonlik uyi rahbari o'z vasiyligidagi 3 nafar voyaga yetmagan qizni 2021-yilning mayidan 2022-yilning fevraligacha, ya'ni 10 oy davomida erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlab kelgan. Mijozlar viloyat adliya boshqarmasining boshlig'i hamda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi rahbari bo'lgani aytilmoqda. Erkaklar ko'rsatilgan xizmat evaziga mudirani turli miqdordagi pul bilan siylashgan. Mehribonlik uyiga homiylik yordami sifatida mebel, ofis jihozlari, oziq-ovqat va shirinliklar olib berishgan. Bu xabarlarni eshitib kishining eti jimirlaydi. Bular esa farzandlari qatori bo'lganlarni tab tortmay zo'rlaydi. Qadriyatlar hayvoniy nafs ustiga qurilar ekan, jamiyatda bu kabi illatlar ko'payaveradi. Avvaliga LGBT ham yot tuyulgan edi. Hozir esa bu huquqiy maqomga erishdi. Qat'iy choralar ko'rilmas ekan, pedofillik ham urchib boradi. Hatto bu ham oddiy holga aylanadi. G'arb hech qachon insoniyatga axloqiy o'rnak bo'la olmaydi. Qonun ustuvorligi, ayol huquqi, bola huquqi bular razolatni yashirish uchun ishlatiladigan parda ekanligini ko'rdik. Endi shu ishlardan keyin ham g'arb madaniyatiga ergashamizmi yoki o'z qadriyatimiz, o'z madaniyatimiz bilan yashashni tanlaymizmi?